Xo'p, demak, nimani so'rabdi? X ni so'rabdi. X bu nima? Noma'lum son. Bu uchburchak nimasi? Balandligi. Ya'ni qaysi balandligi? Yon tomonga tushgan balandligi. Mana yon tomonga tushgan balandlikni biz x dedik. O'sha x'imizni topishimiz kerak. Xo'p, bizga nimalar berilibdi? AB va AC o'zaro teng. AB degani mana bu masofa. AC degani bu masofa. Demak, uchburchak qanday uchburchak? Teng yonli uchburchak. Xo'p, DY masofa 16 ekan. DY masofamiz. D'dan Y gacha bo'lgan masofamiz 16 ekan. Buni qaysi harf bilan belgiladik? M harfi bilan belgiladik. M barobar 16 ekan. Xo'p, DF masofa necha ekan? DF masofamizni qaysi harf bilan belgiladik? N. N barobar 1 ekan. Formulaga ko'ra qachni topishimiz uchun n minus n. Ya'ni 16 minus 1 15. Tushundingizmi? Xo'p, yana bitta xosalik eslaringizda tursin. Mabodo S dan mana bu yoqqa perpendikullar ketyapti. O'sha perpendikullar bu yoqqa qarab ketsa, mana shu masofamiz ham 1 ga teng bo'ladi. Bu qanaqa formula faqat shu mana S dan bu yoqqa ketyapti. Bu yoqqa ketsa ham ishlaydi. Bu yoqqa ketsa 1 ishlaydi. Ha. Xullas, teng yonlikda asosli ikkita tarafda ishlaydi. Yon tomonda ishlamaydi. Xo'p, demak, keyingi ikkita misollarimiz boshladik. Bizdan nimani so'rabdi? X ni so'rabdi. X bu qaysi tomon? DC tomonimiz X ekan, to'g'rimi? O'sha X ni topishimiz kerak. X ni topishimiz uchun bizga nimani beribdi? AB teng AC. Demak, AB mana bu kesmamiz. AC bu kesmamiz. Demak, qaysi uchburchak teng yonli ekan? AB uchburchak teng yonli ekan. Teng yonli uchburchakda, demak, mana bu yerdagi BY nima ekan? Qanaqa baland? Dush kelgan balandlikmi? ABC ning qanaqa balandligi? Yon tomonga tushgan balandlik. Xo'p. Demak, bu tarafga tushgan balandligi bu nimaga teng bo'ladi? Bu tarafga tushgan balandlikka teng bo'ladi. Xo'p. Demak, mana bu yerda S dan bu tarafga tushgan balandligimizga teng bo'ladi. Buni asosini F deylik. Bu holda yangi uchburchak paydo bo'ldi. Bu qaysi? S D F degan uchburchak paydo bo'ldi. Qanday uchburchak? To'g'ri burchak uchburchak. To'g'ri burchak uchburchakning bitta burchagi 45 bo'lsa, ikkinchi burchagi 45. Bu holda yon qaydida bitta qaydida 4 bo'lsa, ikkinchisi 4 x'imiz 4 ko'paytiruv yana 2. Ya'ni 8. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. Xo'p, 3-chi misolimizda o'xshash ekan. Nimani so'rayapti? X ni so'rayapti. Mana B dan C gacha bo'lgan kesmamizni so'rayapti. Uni topishimiz uchun nima ma'lumot beribdi? BF teng AB teng AF. AB deganimiz mana. Xo'p, AF deganimiz mana. Shunda ABF qanday uchburchak? Teng yonli uchburchak D. FD nima ekan? FD balandligi ekan. Yon tomonga tushgan balandlik. Bu nima degani? Ikkinchi yon tomonga tushgan balandlik ekan. Xo'p. Bu tarafga tushgan balandligimiz J nuqtaga tushgan bo'lsa, yoki J nuqtaga u ham nechaga teng? 6 ga. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. Mana bu burchagimiz 15 bo'lsa, simmetriya xosasiga ko'ra bu burchagimiz necha bo'ladi? 15. Shunda 15 plus 30 bo'lsa necha? 45. Demak, C burchagimiz ham nima uchun? 90 bo'ladi. To'g'ri? 45 bo'lsa, bu 6 bo'lsa, bu ham 6.
Bo'sida 2. Mana. Tushundingizmi? Xo'p, keyingi uchburchagimizga qaraymiz. Bu to'g'ri va keyingi misol, mana keyingi mavzuning misolida bu. Xo'p, e'tibor beramiz. Nimani so'ragan? X ni so'ragan. X bu qaysi? F Y kesmamiz bu X. Shu X ni topishimiz kerak. Buni topishni maqsak bo'ladi. Nima berilgan? A va A. Ular qanday? O'zaro teng. Demak, mana bunisi A B, bunisi A S. Demak, A B S uchburchagimiz qayerda? Teng yonli uchburchakda. B qaç nima? Demak, ikkinchi yon tomonga tushgan balandligimiz ham nechiga teng? 16 ga. Uni misol uchun S K. Bu ham necha? 16. Xo'p. Bizda ma'lumot berilibdi DY. DY uzunligimiz necha teng? 18. Xo'p, buni qaysi harf bilan belgilagandik biz? M harfi bilan belgilagandik, o'sha 18 edi. Xo'p, formulaga ko'ra H barobar M minus M edi. H nechiga teng? 16. M nechiga teng? 18. N'imiz X. Shundan X barobar 2 ekaniga kelib chiqadi. Tushundingizmi? Xo'p, keyingisida qarang, qadamlardan boshladik. Birinchi doim men so'rayapman. Bizga nimani qidirayotganimizni bilishimiz kerak. Xo'p, bu X. X qayerda turibdi? S H. Mana xo'p, endi nima berilgan? Ikkinchi qadam bo'lyapti. A basiga teng. Demak, A B deganimiz bu mana bu kesma. A S deganimiz bu mana bu kesma. Demak, A B S uchburchak qanday? Teng yonli. Teng yonli uchburchakda qoida bor edi, eslaringizda bitta. Qoidaga ko'ra, tashqi mana bu yerdagi asosdagi tashqi nuqtadan yon tomonga tushirilgan kesmalar ayirmasi nimaga teng edi? Mana bu D Y kesmamiz, ya'ni M nechiga teng? 6 qo'shib Y plus bormi? Nechiga teng bu? Y plus 10. Xo'p, endi Y teng. X degan balandlik M minus M edi. Balandligimiz X. M deganimiz Y plus 10. N deganimiz Y. Bular ketsa X teng 10. Tushundingizmi? Xo'p. Endi 6-mavzudan boshlab, qanday mavzu ekan bu? Teng tomonli uchburchak. Ikkinchi nomi 6-burchakmidi? Muntazam uchburchak. Xo'p, muntazam uchburchakning xossalarini ko'rishamiz. Muntazam uchburchakda uchala tomon teng. Demak, uchala tomon teng bo'ladi. Unda xo'p, misol uchun mana A, B, S uchlari berilgan, A dan tushirilgan, D nuqta desak, A da kesmamiz nima bu hozir? Yanacha. Median. Shuning uchun A da teng bo'laklarga bo'lingan. Shunda umumiy tomon necha? 2. Tomonlari shuning uchun 2 adam. Xo'p, qanday o'rni oladi? Bisektrisa. Teng tomonli uchburchakning 3 ta burchagi teng edi 60 gradusdan. Bisektrisa bo'lsa, uni teng 2 ga bo'lsa, 36 dan bo'ladi. Xo'p, bizda xossa bor edi. Agar mabodo teng tomonli uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchakda, qaysi to'g'ri burchakli uchburchak bu yerda? A, D, S. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak, to'g'ri aytyapsiz. Bittasini olamiz. Aslida to'g'ri burchakli uchburchakda burchaklar 60 va 30 bo'lsa, 30 gradus qarshisiga qaytib A bo'lsa, 60 gradus qarshisiga qaytib. Yuqoringizni 2 degan qoida bor. Xo'p, endi mana shunaqa qoidalarimiz bor. Plus to'g'ri mana shu muntazam uchburchak uchun bir nechta yo'lda bo'linishi shart bo'lgan, juda ko'p qayta qo'llaniladigan
formula. Birinchisi. Hashpalanli. Agar uchburchakning tomoni 2a emas, ko'pincha 2 deb kelmaydi. Nima bo'lib keladi? A bo'lib keladi. A bo'lsa, A ildizosi 3 taqsim 2 bo'ladi ekan. Yuzasi S barobar A kvadrat ildizosi 3 taqsim 4 bo'ladi. Mana shu ikkita formula qayta keladi. Hisoblaydi. Faqat bilingki, bu yerda A deganimiz nima? Tomon. Muntazam uchburchakda asosiy degan narsa yo'q. Asos qaysida? Teng yonliga. Xo'p, boshladik. Birinchi misolimiz. Nimani so'ragan? X bu qayerda? Y. Y masofamiz nima ekan? X. Xo'p, nima berilgan? Nima degani A bo'lsa uchburchak teng tomonli. Hamma tomon teng. Mana bu AC 12 bo'lsa, bu ham 12, BC ham 12. Yana nima degani? Burchaklar 60 klassda. Demak, mana burchagimiz 60, bu ham 60, bunisi ham 60. Bu holda D burchagimiz 30 klass qarshisida ekan A bo'lsa, hipotenuza 2 A'imiz 8 ekan. A teng 4. Mana 4 ekan. X plus 4 teng 12 ekan. Tushundingizmi? Davom etamiz. Xo'p, 4-chi misolga qarasak. Birinchi savolimiz nimani qilyapmiz? X. X bo'lma? AC. AC kesmamizni topishimiz kerak. AC kesmani topish kerak. Nima berilgan? ABC teng tomonli. Teng tomonli degani uchala tomoni teng. Bu yog'i ham X. Bu yog'i ham X. Davom etamiz. Yana nima degan? Burchaklar 60 klass. Mana burchak 60, bu burchak 60, bu burchak ham shunda mana burchak 30. Bizda qoida bor edi. 30 klass qarshisida ekan A bo'lsa, hipotenuza 2A. Demak, X deganimiz teng bo'lyapti A plus 11. Ikkinchi tarafdan teng bo'lyapti 2A plus 4. Tenglaveramiz. Birinchi navbatda bu 2. Shu yerdan A teng 7 bo'ladi. A bu yoqqa o'tkazdik, 4 bu yoqqa o'tkazdik, plus A teng 7. Bizga kerak A emas nima kerak? A ni o'rniga olib qo'yamiz. 7 plus 11. 18. Tushundingizmi? Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolda demak, yana o'sha savol. Birinchi savolimiz. Ha, nima qilyapmiz? BC. BC bu nima? BC deganimiz mana bu kesma. Demak, mana shu kesmamiz BC. Davom etamiz. Nima berilgan? ABC teng tomonli uchburchak. Demak, ABC teng tomonli uchburchak bo'lsa, mana bu tomonimiz ham X. Bu tomonimiz ham X. Hammasi o'zaro teng. Beramiz. Plus yana nima? Burchaklar 60 klassda. Demak, mana burchagimiz 60, bu burchagimiz 60, bu burchagimiz ham shunda e'tibor beramiz mana shu burchakka. DFS mi? G S. 90. Diğer burchagimiz nima? 90. Bu qanday burchak ekan? To'g'ri. Burchak 3 burchak. To'g'ri burchak 3 burchak. Davom etamiz. To'g'ri burchak 3 burchagimizda mana bu umumiy tomonimiz X edi-ku. Demak, mana bu tomonlar nima? X. Y'si nima edi? X minus 4. X minus 4. Tushundingizmi shu? D dan S gacha bo'lgan masofamiz. X plus 7. Tushundingizmi shu? Xo'p, endi savol tug'iladi. Bu qisqarash qarshisidagilarning A bo'lsa, hipotenuza 2A bo'lishi kerakmi? Ya'ni 2 ko'paytiruv A o'rnida X minus
To'rt. X misal. Demak, mana bu tenglamani ishimiz kerak. X qarashamiz. Xo'p, x plus 7 barobar 2x plus minus 2x minus 8. Shunda x barobar 15 mi? Tushundingizmi? Qo'shiraman. Xo'p, bu 6 edi. Keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, demak, ikkinchi savolda Nimani qidiramiz? nimani qidiryapmiz? X ni qidiryapmiz. X deganimiz bu d s. d s tomon x. Shuni topishimiz kerak. Nimani berdi? A b s teng tomon. Bu degani xo'sh, umumiy tomonni a desak, bu ham a bo'ladi, bu ham a bo'ladi. Plus mana burchak bu 60 desak. Mana burchak, bu burchagimiz ham 60 bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerda y ni bu tarafdagi burchak 30, bu burchagimiz ham 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshidagi kotletni a desak, hipotenuza a deyolmaymiz. Xo'p. Qaysi harf bilan? B bilan yozamizmi? B desak, hipotenuzamiz 2b. 2b 10 ekan. B barobar 5. Shunda mana b deganimiz 5 ekan. Xo'p, belgilab qo'yaylik 5. Xo'p, davom etamiz. Endi A, Y, F uchburchakka qaraymiz. 30 gradus qarshidagi kotletimiz 2 bo'lsa, hipotenuzamiz 4. Demak, A deganimiz 10 plus 4. 14. Bu yerda x plus 5 a ga tengmi? X plus 5 A deganimiz 14. X teng 9. Tushundingizmi? Xo'p. Endigi masala. Mana bu yerda 3-misol. 3-misolimizda qarasak, mana shu kimdadir o'yinchog'i bor, muntazam burchak shaklida faqat sindirib qo'yganga o'xshaydi. Ko'rganmisiz? Ha, chaqirdim. Xo'p. X topish kerak, chalmaymiz. X bu ds tomon, to'g'ri? Ds tomon. Biz ham o'shatdik. Bu o'zi muntazam burchak edi. Mana bunday. Va mana bunday. Muntazam burchak edi. Qaydan bildim? Asoslari 60-60. Demak, 3-burchak ham 60 bo'lishi kerak. Muntazam burchak edi, faqat o sindirilgan, tepasi yo'q. O'sha tepasini mana belgilaymiz. Y deb belgilaylik. Chunki A, B, C da bor ekan, Y yo'q edi ikkinchisi. Xo'p, X ni topishimiz uchun mana bu 60 bo'lsa, 90 120, 90 burchak 210. Mana burchak 150. Bu holda mana burchak 30 60 demak bunisi 90 mos keldi, to'g'rimi? 30 gradus qarshidagi kotletimizni A desak, 60 gradus qarshidagi kotletimiz A + 3, hipotenuzamiz 2a. 2a + 3 barobar, A + 3 barobar 4 + 3. Shundan kelib chiqadi A teng 4. Bu yer bu 4 ga teng ekan. Xo'p, mana bu 8 ekan. Demak, umumiy tomonimiz 10 ekan. X'imiz ham 10. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz. 6-misolga o'tamiz. 6-misolimiz. 6-misolda o'sha savol yozilib. Ha, bayon qidiryapmiz. Xo'p, nima berilgan? Ha, bayon katta? Pastda. Xo'sh. Mana bayon. Nima berilgan? A, B, C hamda D, Y, C qanday? Demak, A, B, C bu teng tomonli uchburchak ekan. Teng tomonli uchburchak degani tomoni A. Burchaklar 60 hamda D, Y, C. D, Y, C.
D 7'si uchburchagimizdan muntazam uchburchagi. B desak, burchaklari ham 60 va 60. Xo'p. Endi qiziq joyi. C nuqtadagi burchak 180 bo'lishi uchun 60 ketdi. Tepasi ham 90 bo'lsa bunisi 30 gradus bo'ldi. Xo'p, o'sha qoida 90 gradus qarshidagi konditimiz B bo'lsa, 60 gradus qarshidagi konditimiz B ildizosi 3. Hipotenuzamiz 2B. B ildizosi 3 deganimiz B ko'paytirildi. B ildizosida 3 deganimiz teng ekan 2 ildizosi 3 ga. B teng 2. A'imiz 2B edi, A'imiz shunda 4. Bizdan B'ni so'ragan. A'imiz 4, B'imiz 2. Qo'shsak? Ha. Tushundingizmi? Xo'p. Tushundingizmi? Mana topamiz X topamiz. Mana X deganimiz BC tomon. BC tomonimiz X edi. Xo'p, shunaqa qilishimiz kerakki, qandaydir holatda yo teng tomonli uchburchak qozonishimiz. A'dan-S'ga tushirib ko'raylik, biz nima deylik? Bu holda ko'rinib turibdiki, bu qanday? Teng yonli. Chunki 9 bo'lyapti. Demak, bu burchaklar ham necha qaysi? Nega? Alfa bo'ladi. Ha, uchidagi teng yonli uchburchak degan. Mana, teng yonli uchburchakning uchidagi burchak 60 bo'lsa, asosdagilar ham nechadan bo'ladi? Bu aniq doim shuni qiladi. Demak, 9 bo'lsa bunisi ham 9. Mana burchaklar 60 dan 150 bo'lish uchun bu yog'i 90 bo'lish kerak. Xo'p. Unday bo'ladigan bo'lsa, bizda to'g'ri burchak, uch burchak paydo bo'ldi. Pifagor sonlari bor edi. 3, 4, 5 degan. Hammasini tushunib aytsak, 9, 12 va 15. Demak, x'imiz 15 bo'ldi. Tushundingizmi? Necha bo'ldi o'zi? Ko'rib. 10 minut vaqt. Demek 7. qoida. 7. qoida. Bize ne oldu? Demek topish kerak nimani? Perimetr. Perimetrni topishimiz kerak ekan. Perimetr. Nimaning perimetri? A bo'lsa muntazam uchburchakning perimetri. A bo'lsa X, Y, Z. A bo'lsa perimetri 3, to'g'rimi? Xo'p, X, Y, Z qo'shsak A ga beradi. 1 plus 2 plus 4. Yetdimi? 3 ating 20. O'ta bo'lganlikda davom etamiz. Keyingisi. Qiziq, bu mavzuni ham o'tganmiz biz. Nimani so'ragan? Asl so'ragan. Aslimi? Ha, bitta tomon, to'g'rimi? Nima bergan? Demak, buni X desak, bu A tomonimiz ham B tomonimiz ham muntazam uchburchak bo'lib qoldi. Bu muntazam uchburchak bergan ekan. Xo'p, muntazam uchburchakning balandligini topa olamiz. Faqat yon tomonga tushgan balandlikni topa olamiz, to'g'rimi? Ha, xohlaganimiz. H barobar kesmalar ildizosi 3, to'g'ri ildizosi 3 va 3 ildizosi 3 qo'shsak 8 ildizosi 3. Aytadimki, hali muntazam uchburchak uchun balandlik formulasini yozib beradi. Eslaringizmi? H barobar nima edi? H ildizosi 3 darsi 2. O'sha balandligimiz 8 ildizosi 3. Ildizochilar ketsa, atasini 2 8 bo'lsa. Atay 16. Tomonimiz 16. Bizdan nima so'raganda? Ana, tomonni so'ragan. Xo'p. Ko'rib turibsiz, ishingizni ko'radimi-cha? Nima so'ragan? Shahzoda? X ni so'ragan. X bu qaysi?
markazdan qaysi nuqtadan yoki parallel. 3x'ni so'rabdi. Xo'p, o'sha x'ni. Bizda berilgan ma'lumot HA, ya'ni A uchidan tushgan balandlik. O'sha necha ekan? 8. Mana bu yerda misol uchun A desak, A qo'shuv 2 qo'shuv 3 teng 8. teng 8. Nima uchun? 3 ta perpendikullar yig'indisi nimani beradi? H balandlikni beradi. Shundan A teng 3 bo'ladi. O'sha 5 edi, 5 ni bu yoqqa o'tkazdik. 3 bo'ldi. Xo'p, demak bu 3. Keyingi bizdagi ma'lumot e'tibor beringlar qana shu joyga. Teng tomoni. Shunda mana burchak necha klass bo'ladi? 60. Mana burchakchi. Mana burchak 30. Nima uchun? 90 bo'lyapti, 60 bo'lsa demak bunisi 30. Xo'p, 30 klass karsidagi kateterimiz. Misol uchun A bo'lsa, A deb yozolmaymiz-da. M bo'lsa 60 klass karsidagi kateterimiz M133 va gipotenuzamiz 2m. Yozib olaman. M133imiz 3 ga teng ekan. Mni topsak 3 taqsim 133, ya'ni 133. Biza topishimiz kerak x ni. X'imiz 2m. 233 da 3. Javob yo'q ekan, bu degani men eshitgan to'g'ri degan. Yo'q.